Novostroykadan qidirayotganlar zo'rg'antimizda chiqqan Yunusobod 18-kvartaldan 2 xona, 4-etaj, 7-etajli Novostroyka uyimiz. Hop. Bu yog'imizda kurishimiz bo'ladi. Mana glavniy ishimiz, podyezddan kurishimiz. Uyimizda remontni ko'rsak bo'ladi. Remontlari bor, yo'q emas. Mana hop, bu yoq to'g'rimizda oshxona. Bu yoqda o'zining mana stroy mebellari bor. Bu yoqda o'zining balkoni ham bor. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Hop. Bu yoqdan boshlaymiz. Hop, bu yog'imizda zal. Zal ham katta, keng, mana ko'rsangiz bo'ladi. Pardalar ham osib qo'yilgan. Uyimizdan uy maydoni 56 kvadrat plus balkon. Hop. Bu yog'imizda birinchi samolyotimiz, tualet mana. Hop. Bu yog'imizda vanna. Razdeniy bo'ladi bu. Ko'rsangiz bo'ladi mana. Hop. Bu yog'imizda mana ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizda mana bu ham katta. Hop, bu uyimizning narxini 70 ming deb so'rashyapti. Ya'ni kelishtirib beradigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerdagi telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar.